Assalomu alaykum. Bugungi opaxonim siz 3 kun oldin bizga bo'yinda, belda, oyoqda og'riqlar bilan kelgan edilar. 3 kunlik muolajadan keyin fikrlarim bilan bo'lishmoqchi. Mana 3 kun oldin keldim, o'tdi va Instagramdan ko'rdim. Ishxonamdan uchirraqam kelgan ekanlar, ancha foyda ko'rgan ekanlar. Hassa bilan kelgan edilar. Men hassani tashlab yurganlarini ko'rib, ishonch hosil qilib keldim bu yerga. Men birinchi kun belimda og'riq qattiq edi. Og'riq yaxshi bo'ldi birinchi kun o'zidan. Ikkinchi kun oyog'im og'rig'im yo'qoldi. Bugun uchinchi kun bo'ynim bilan ham bemalol yo'llarda harakat qilib olaman. Og'riqlaringiz kamaydimi? Ha, ancha kamaydi, yaxshi. Agar bu yerga keladiganlar bo'lsa, bemalol kelishsin, ishonchli. Mana o'zimni yaxshi his qilganim uchun bu aldakasim emas. Hamma ishonib to'g'ridan ko'rib kelsa bo'ladi degan joy. O'zimni boshimdan o'tgani uchun ko'p joylarni yana kuzatdim. Men hech qoniqmagan edim. Bundan qoniqdim. Allohga bir hisob shukr, roziman hammaligidan. Sizlarga ham rahmat, hammaga yaxshi ishlash jarayoninglar yaxshi ekan, sifatli, toza. Sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. Kimdir shunaqa muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, sizlar ham pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar, like bilan podpiskani unutmaysiz. Bemorimizning iltimoslariga binoan yuzlarini ko'rsatmadik.